mayli, xo'p deyman, xo'p. Tashlar obdan olib kelayotganda adresi ham yo'lovchilarni tender olib kelganingiz qani yoningizda bormi? Shu endi olaman-da shuni. Yoningizda bormi? Yo'q. Yoningizda yo'qmi? Olaman. Ishlar. Yo'lovchilarimiz qo'rqsa maylimi? Aralashmay tura olasizmi? Iltimos. Ara to'xtang. Haydovchiga e'tirozlar yo'qmi? Haydovchi yaxshi munosabatda. Mashina sanitariyasi yaxshi, hamma joydan. Tezroq o'tkazib borishing. Yaxshi ishlayapti. Bilmadim, ayta siz oldingizga qaysi boshqa to'xtatdi, nimada buni transport qo'ydik. Shuni ko'rmay qoldim, men buni tanimay qoldim-da. Shuncha terib o'syapmiz. Qonuniy faoliyati boshiga keldi ekan degan ma'no so'zyapman-da. Guvohnoma omonatdan omonat. Ovolasiz aka, haydovchilik guvohnomasi pasportingiz bormi? Tushuntirdimmi aka, siz haq huquqingizni, nimalarni nima rasmiylashtiraman aka? Qonun doirasida bo'ladi hammasi. Ishtirok jarimani ma'muriy amalga chiqarib beradi aka. 93 580. Hop. 583mi? 580. Aha. Hammasini aytavering, shu tender guvohnomani nima uchun olmadingiz? Nima uchun siz olib ketibdim biror joyda? O'shani yozib bersiz bo'ldi, olasan aka, muammo yo'q o'sha. Ha, yo'nalish yozilgan bunga aka. Ha? Haydovchilik guvohnomasi haydovchi chiqishdagi nimalar yozilgan aka. Paketlaniyasi bilyapsizmi aka? Davlat raqam belgisi yozish kerak aka. Bilasizlar aka. To'liq to'ldirilmagan aka. Endi bash. O'zi arenda minsa bo'licha ham bor. To'g'iladigan arabada turibman. To'g'risida. Kim aka? Tanisizmi? Ben onu tanıyman. Tanisizmi yo bir kishini ham tanisizmi? Yo'q, bo'ldi aka. Men fuqaroman, O'zbekiston. Aka, naroda syomka aka, peshonamga olib kelolmasdan aka. Men qat'iy turishni belgilab bermaysiz. Yo'q, uzorona xalaqit beryapsiz. Xalaqit qilyapman. Aka, ish faoliyatimga xalaqit qilyapsiz aka. Ish faoliyatimga xalaqit qilyapsiz aka. Agar murojaat qiling. Agar xalaqit qilayotgan bo'lsangiz, ish faoliyatimga xalaqit qilyapsiz aka. Bo'ldi. Qiling murojaat. Agar men siz ish faoliyatiga xalaqit qilayotgan bo'lsam, men naroda syomka meni deyapman aka. Men yo'lda bo'yida bo'yida nima? Nariroqqa o'tib aka, shu xalaqit qilyapsiz. Tushyapmanmi men? Nima tushyapsiz? Sizni qo'lingizdan ushladim. Yozishimga xalaqit yaqin turdimmi men? Yozishimga xalaqit qilyapsiz aka. Men yozib shunday shartni yozib bering. Nima deydi? Familiyangiz, ismingiz aka, ismi sharifingiz. Yo'q, men qo'l qo'yib beraman. Yo'q aka, o'zingiz yozing. Yo'q, yozavering aka. Bering aka, bering. Hay. Odamlar ham To'xtamay ketishyapti aka, mana shunaqa. Nima shofir aka? Dokumenti yo'qlar, mana to'xtamay ketsa hech nima qilinmaydi. Dokumenti borlar, to'xtasa yozadi.
Ana shunaqalarni video syomka qilib qo'ying sразу. Qarang, tug'ilgan yilingiz 1980-yil, 1980. 80 millatingiz. Telefon raqamingiz aka. Mana aytgan. Telefon raqamingiz. Besh yuz 580 oilalimisiz, oilaviy ahvolga, oilali deb turib, bolalar sonini raqamda yozib qo'ying. Bo'ldi. Ishto'yingizni yozing aka, rasman.